1988-yil 2-noyabr soat kechasi 11 MIT, Cornell, Berkeley va hatto NASAning eng qudratli kompyuterlari o'cha boshladi. Va bularning barchasini 23 yoshli yigit yotoqxonasida turib amalga oshirgan edi. Va hali bu eng qizig'i joyi emas. Bu yigit qamoqqa tushdimi? Ha, lekin undan keyin nima bo'ldi? Bu hikoya sizni aniq hayron qoldiradi. Assalomu alaykum, men Behruz, IDUS kanali. Bugun siz kiberxavfsizlik sohasini paydo bo'lishiga turtki bo'lgan voqea va uni amalga oshirgan odam haqida bilib olasiz. Bugun sizlar bilan 1988-yilga qaytamiz. O'sha paytda internet, biz biladigan internet mavjud emas edi. Instagram yo'q, Google yo'q, veb-saytlar ham yo'q. Va faqatgina harbiy bazalar va ba'zi bir universitetlarni bog'laydigan yashirin tarmoq bor edi. Va aynan o'sha kuni o'sha tarmoqda birinchi marotaba nimadir noto'g'ri ketdi. Uning ismi Robert Tappan Morris, 23 yoshli Cornell universiteti talabasi. Otasi Milliy AQSh xavfsizlik agentligining yetakchi mutaxassisi. Ya'ni Robert maktabdan ko'ra kompyuter va bu olamni uyda ko'rib ulg'aygan. Ya'ni shu olamda o'sgan desak ham bo'laveradi. 1988-yilning kuzida uning miyasiga bir savol keladi. O'zi bu yashirin tarmoqda nechta kompyuter mavjud? Umuman olganda bu savol anchagina o'rinli savol edi. Chunki o'sha paytda bu tarmoqda nechta kompyuter borligini hech kim bilmas edi. Va Robert o'yladi, kichik bir dastur yozaman. U tarmoq bo'ylab aylanib har bir kompyuterni sanaydi va menga javob yuboradi. Shu xolos, zararsiz tadqiqot. Shundaymi? U bir necha hafta davomida dastur yozdi va uni Worm deb atadi. O'zbek tilida qurt. U xuddi qurt kabi tarmoq bo'ylab kompyuterdan kompyuterga o'tardi va shu tarzda harakat qilardi. Dastur asosan 3 ta zaiflikdan foydalanar edi. Birinchisi va eng oddiysi parollar ro'yxati, ya'ni odamlar eng ko'p ishlatadigan parollar ro'yxati Robertda bor edi. Bular 400 tadan ortiq edi va ularning ichiga 1 dan 8 gacha, 1 dan 4 gacha va odamlarning hatto ism familiyalari ham kirar edi. Dastur kompyuterlarga shu parollar ro'yxatidagi parollarni kiritish orqali kirishga harakat qilar edi. Ikkinchisi esa o'sha paytda foydalanuvchilar ma'lumotlarini chiqaradigan dastur. Bu dasturda bir muammo bor edi. Ya'ni agar ma'lumotlar haddan tashqari ko'p bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha ma'lumotlar boshqa joyga ketar edi va aynan o'sha boshqa joy butun boshli dasturning kodlari yuritiladigan joy edi. Ya'ni hujum qilayotgan odam o'zining kodlarini, ya'ni buyruqlarini majburan dasturga kirita olar edi. Uchinchisi esa o'sha paytda universitetlar tomonidan ishlatiladigan ma'lum bir pochta tizimidagi kichik bir muammo. Robert buni bilar edi va bu yo'llarni ishlatgan. Eng muhim qaror esa shunda bo'ldiki, Robert o'yladi. Agar kimdir mening dasturimni topadigan bo'lsa va o'chirib tashlaydigan yoki buni to'xtatishga harakat qiladigan bo'lsa-chi dedi. Va u shunday kod yozdi. U kodida shunday narsa bor edi. Ya'ni dastur agarda kompyuter allaqachon menda dastur bor deydigan bo'lsa ham 14% lik ehtimol bilan, ya'ni har 7 ta kompyuterning bittasiga qayta dasturni yuklab tashlayverar edi. Bu qaror hamma narsani o'zgartirdi. 1988-yil 2-noyabr soat kechasi 22:51 chorshanba kunida Robert Cornell yotoqxonasidan MIT serveriga o'z dasturini yubordi. Nimaga aynan MIT universiteti? Nega o'zining universiteti emas? Chunki Robert o'yladi, agar uni kimdir qidiradigan bo'lsa, topolmasliklari kerak edi. Dastur yuklandi. Bir necha soniya o'tdi va hammasi boshlandi. Dastlab jarayon juda ham sekin ko'rinar edi. Dastur birinchi kompyuterdan ikkinchisiga, ikkinchisidan esa uchinchisiga va shu tarzda sekin davom etayotgan edi. Lekin aslida eksponensial o'sish xuddi shunday ishlaydi. Ya'ni boshda juda ham sekin ko'rinadi va birdaniga nazoratdan chiqib ketadi. Bir soat ichida MIT kompyuterlarining barchasi javob berishdan to'xtadi. Administratorlar hayron, nima bo'layotganini tushunishmayotgan edi. Va hatto kompyuterlarni o'chirib yoqishgan taqdirda ham kompyuter bir necha soniyadan keyin yana sekinlashib qolayotgan edi. Stanford, Berkeley, NASA va hatto harbiy bazalarning o'sha payt uchun kuchli hisoblangan kompyuterlari birin-ketin to'xtayotgan edi. Robert kompyuter ekraniga qaradi va qotib qoldi. Dastur to'xtamayotgan edi. Robert o'zi yozgan kodlarni qaytadan ko'rib chiqdi va xatoni topdi. Xato shunda ediki, dastur o'zini har bitta kompyuterga yangitdan yuklayotgan edi va ba'zida o'nlab, ba'zida esa yuzlab nusxada yuklanayotgan edi. Har bir dastur bu yangi yuk demakdir. Ya'ni har bitta kompyuterda dasturlar ko'paygani tufayli asosiy ishlarga joy qolmayotgan edi va kompyuterlar asta-sekin ishdan chiqayotgan edi. Vahimaga tushgan Robert do'stiga telefon qildi va ular
tarmoqqa o'zlarining kechirim xabarlarini joylashga urinishdi, lekin tarmoq ishlamayotgani sababli ular buni uddalasha olmadi. Tong otguncha taxminan 6000 ta kompyuter zararlangan edi. Bu o'sha paytdagi butun internetning 10% ga teng edi. Lekin shu 10% ni ichiga eng qudratli va eng kerakli kompyuterlar kirgani sababli bir kechadagi zarar $100,000 dan $10 million gacha deb hisoblangan. Lekin o'sha kechasi uxlamaganlar ham bor edi. MITda bir guruh dasturchilar vaziyatni tahlil qilish orqali Robertning dasturini topdilar va ichiga kirib, soat ertalab 5 ga qadar uni zararlantirish yo'lini topishdi. Bu dunyodagi birinchi antivirus edi. Floppy disk, ya'ni USB ga o'xshash qurilma orqali uni boshqa zararlangan hududlarga ham yetkazishdi, chunki o'sha paytda tarmoq ishlamayotgan edi. Robert Tappan Morris 1989-yilda hibsga olindi va sud tarixiy bo'ldi. Computer Fraud and Abuse Act, ya'ni kompyuter firibgarligi bo'yicha birinchi bo'lib tarixda mahkum etilgan shaxsga aylandi. Hukm 3 yil shartli ravishda qamoq jazosi, 400 soat jamoat ishlari va $10,000 dan biroz ortiqroq bo'lgan jarima summasi deb topildi. Sud jarayonida u aytdi: "Men hech qachon hech kimga zarar yetkazishni xohlamagan edim." Lekin sudning javobi tabiiy edi. Niyat muhim, lekin oqibat undan ham muhimroq. Endi men sizga bir narsa aytsam, nima deb o'ylaysiz? Bu odamning keyingi hayoti qanday kechdi? Hayron qolishingiz aniq, chunki u hozir MITda professor. Qamoqdan keyin Robert MITda o'qishini tugatdi va Paul Graham bilan birgalikda ViaWeb nomli kompaniyaga asos solishdi. Bu internetdagi birinchi onlayn do'kon hisoblanadi va uni keyinchalik Yahoo kompaniyasi $49 million ga sotib oldi. Bugun u MIT professori va Y Combinator, ya'ni Airbnb, Dropbox va Reddit kabi katta kompaniyalarni o'sishiga yordam bergan inkubatorning asoschisi. Qizig'i, internetni bir kechada to'xtatgan inson keyinchalik internetning muhim qismlarini yaratgan. Robertga o'xshagan yana bir shaxs, Kevin Mitnick, FBI tomonidan 90-yillarda eng ko'p qidirilgan kiberjinoyatchi. 5 yil qamoq. Qamoqdan so'ng esa hukumatlar va kompaniyalar bu shaxsga millionlar taklif qilish orqali o'zlarini tizimlarini sinashni so'rashgan. FBI, Pentagon, Bank of America, ya'ni aynan uni qamoqqa tashlagan tizim keyinchalik unga millionlar to'lagan. 2023-yilda vafot etgan bu shaxsning kitoblari hali hamon universitetlarda kiberxavfsizlik darslarida foydalaniladi. Bu odamlar 20 yoshlarida xato qilishdi. Katta xato, qamoqqa tushdi, lekin ularning bilimlari yo'qolmadi. Aksincha, to'g'ri yo'lga solinganda dunyoni o'zgartirdi. Endi men sizga bir savol bermoqchiman. Kiberjinoyat tarixi shuni ko'rsatadi. Har doim ikki tomon bor. Buzuvchilar va himoyachilar. Lekin ularning bilimlari bir joydan boshlanadi. Faqatgina farqi niyat va yo'l. Bugun kiberjinoyat dunyodagi eng tez o'sib borayotgan jinoyat turi hisoblanadi. Misol uchun 2025-yildagi global zarar 10,5 trillionni tashkil etadi. Buni agar davlat deb hisoblaydigan bo'lsak, AQSh va Xitoydan keyingi eng katta iqtisodiyot bo'lardi. O'zbekistonda ham bu muammo kundan kunga oshib bormoqda. Onlayn banklar, raqamli to'lovlar, ijtimoiy tarmoqlar, bularning barchasi bizni kiber xavflarga kundan kunga yaqinlashtiryapti. Lekin mutaxassislar kam, ya'ni bizda himoyachilar juda ham kam. 1988-yilda Morrisning dasturi 6000 ta kompyuterni to'xtatgan bo'lsa, bugungi kunda bitta muvaffaqiyatli kiberhujum millionlab odamlarning hayotini buzishi mumkin. Shu sababli bizga himoyachilar kerak, anchagina kerak va ular aynan sizning yoshingizdan boshlanadi. IDU universiteti shu soha bo'yicha, ya'ni kiberxavfsizlik va IT yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlaydi. Agar siz yoki farzandingiz bu yo'nalishga qiziqadigan bo'lsa, pastdagi havola orqali o'ting va qisqa formani to'ldiring. Menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, barcha savollaringizga javob berishadi. Bu bepul, majburiyatsiz, lekin hayotingizdagi eng muhim qadam bo'lishi mumkin. Kiberjinoyatning tarixi bittagina savol bilan boshlandi. Bu qanday ishlaydi? Savol berishdan qo'rqmang. Ko'rishguncha.